Assalomu alaykum D7 YouTube kanalining obunachilari. Bugun biza Toshkentdagi eng katta showroomlardan bittasi Avenue Motorsga kelganmiz. Bundan ro'parosa 1 yil oldin chetda shunaqa katta video qilganda juda ham ko'p talablar va takliflar bo'ldi. Ya'ni yangi video qiling va svejiy narxlar bilan tanishtiring. Bugun sizlar bilan birgalikda Avenue Motorsdagi avtomobillarning narxi, qanaqa imkoniyatlar borligini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu uchun bizga yordamga Mardon akam kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Mardon aka, qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Salomatlik yaxshimi? Rahmat, Alishqa. Ro'parosa 1 yil bo'libdi. Shunaqa, 1 yil bo'ldi. 2-fevralda olingan ekan. Shuning uchun aka bir chekkadan boshlayveramiz. Bir chekkadan boshlab avtomobillar narxlari bo'yicha informatsiyasi bo'lsa, maksimal informatsiyasini berib ketishga harakat qilaveramiz. Qo'ldan kelgancha. Biza boshladi. Kirushga Rolls-Royce Spectre qo'yib qo'yibdilar. Bu mashina bo'yicha informatsiya bersangiz. Shunaqa, aka, bu mashina 1-2 kun oldin keldi. O'zimizning mashina Rolls-Royce Spectre, mana bunaqa xrustalniy duh ekstazi ko'rishingiz mumkin. Lichda men birinchi marta ko'rib turibman bunaqasini. Bu yonadi, Tegidan yonadi. Juda ham chiroyli. Buni spesialniy mana shunaqa matoviy xrustal qilib qo'yishgan, chunki bu stiklo bo'lsa, prosta oynadek turib qoladi-da. Tushunasizmi? O'shaning uchun matoviy effekt qilingan, juda ham chiroyli. Bu do'p opsiyali Spectre. Biz bilasiz, u ko'p Spectre'larni sotganmiz. Mana oxirgisi. Xohlasa bu yangi mashina. Salonlari oq bilan qora kombinatsiyada ekan. Da. Oq bilan mana bu dvernoy kartalari ham звездный. Bu alohida do'p opsiya, alohida pullik edi bu. Shunaqa. Zo'r, go'zal. Xo'p. Mashinaning dannisi va narxi. 25-yil bez probeg narxini aka hali hech qayerga qo'yganimiz yo'q bu mashinani. O'zingiz ham bilasiz, obzorini endi boshlamoqchimiz. Bu video qo'yilguncha уже obzori qo'yiladi Instagramimizda. 530-535 atrofida bo'ladi. O'rganib qoldimda 100 minglik mashinalarga. O'shancha. Zo'r. Mashina juda ham go'zal. 2025 yangi. Gap yo'q. Har birimizga shunaqa yangi avtomobillar nasib qilsin. Keyingisiga o'tamiz. Range Rover Vogue Autobiography LVB long versiyasi uzunchoq. Bundan ham biz tindirmasdan sotamiz. Bu har doim sprosga ega mashina. Bilasiz o'zingiz. Salonning go'zalligini qarang buni. Oppoq, patronlargacha oq ekan-ku. Shunaqa. Oq rang juda ham chiroyli turibdi. Mana bu oq ko'jalari, mana patologik juda ham chiroyli turadi. Qora mashinaga zo'r kombinatsiya bo'lgan deb o'ylayman. Shu eng full orqa balonlari buriladi. Bu P530 to'g'ri ikkita turbina. Narxini 305 ming deyapmiz. Kelishtiradigan joyi bor. Gaplashamiz uni. Gaplashamiz, a? Kelaverasiz. Mardon akam qo'llarini qattiqroq siqadigan bo'lsangiz, xudo xolasa kelishtiradigan joylari bo'ladi, xudo xolasa. Shunaqa. Xo'p, keyingi avtomobilga o'tamiz. Land Rover Defender. Voy. Obzorini qo'yganman. 1,5 mingta chiqqan bu mashinadan. Matoviy, lekin bu zavodskoy matoviy plyonka, to есть rangi bor, o'zi seriy rang. Ustidan matoviy plyonka tortishgan, zavodda o'zidan. Uncha mashinalarda qilinmaydi bu narsa. Bu 1,5 mingta dona chiqqan va Octa Edition, a? Octa Edition. Almas, полностью kuzovlari, ko'p detallari koniy karbon, dutiyroq, katta diska balonlarda turibdi. Bu yerda bu M Competition motor turibdi, 4x4 ikkita turbinali, 625 ta ot kuchli. Xullas zver mashina. Men o'zimga ham juda ham yoqdi. Hop. Kojani sifati, salonda karbon ishlatilgan, patolog alkantara, voy. Meridian akustik sistema. Go'zal. Mana bu anaqalarini qarang. Paroklarini qarang. Ham zo'r, orqa tarafi ham juda ham chiroyli. Xatlaridadir bitta-ikkita detallarida gold bor ekan-a. Apornida ko'rdimmi? Mamutda mana bu anaqa. Tortadigan-da. Nimadirdi? Mana bu farkop. Anisi farkop. Bilsangiz kommentariyaga yozing. Qarang, zo'r keldi. Bu farkop. Hop, bunisini nima deydi? Menimcha offroadchilarimiz hozir ustimizdan kulishsa kerak. Nima deydi? Tortadigan o'zbekcha aytolman. Hop, farkopni ham o'zbekchasi bor ekan, Daydi klubdagi akamizni. Shuni o'zbekchasini aytuvdilar. Men o'tgan safar ham eslolmadim, hozir ham eslolmadim. Sof o'zbek tilidagi tarjimasi bor ekan buni. Gap yo'q. Bilsangiz uni ham kommentariyaga yozib keting. Xo'p, narxi aka? Narxi 320 ming. 320 ming. 2025 yangi. 320 ming. Bo'ladigani?
Endi qimmat mashina, buni xaridorlari ham kamroq bo'ladi. Realni odam keladigan bo'lsa, серьезный summa o'tib beramiz. Buni joyida gaplashib olamiz. Joyida kelib gaplashadigan narsa. Shunaqa. Sразу buni bo'ladigan narxini aytib bo'lmaydi. Yo'q. Keyingisiga o'tamiz unda. GLS Maybach. Yengimi bu aka? Yangi. Amta nakleykalar, stikerlarni ko'ryapman. Masala mashina GLS Maybach, endi ko'pchilik buni biladi. Ko'pchilik shu aytadi-yu, sakraydigan mashina. Sakraydigan mashina. Ha, o'sha mashina. Nima? Bu eng yumshoq mashina hisoblanadi. Rolls-Royce, Range Rover'lar atrofidagi mashina. Premium segmentdagi Premium segment. eng nima deydi? Eng yumshoq va haydashga bir komfortni puli ham misol uchun Rolls-Royce Cullinan'dagi qimmat ham emas. Nima desam bo'ladi? Lekin o'sha ощущениyalarni beradi. Ikkinchi qatori juda ham приятный o'tirib ketishga. Zo'r. Salonni rangi ikki xil rang ekanda. Xil bezo'y, jigari. Qani keling. Rangini, go'zalligini qarang buni. Voy, gap yo'q. Ikkinchi qatorni ochaman. Voy, mana bu yerda voy, parokka qarang kattaligini. Oyog'im 44, mana qarang. Ancha 48 oyoq kiyman, bemalol betga sig'ib ketadi. Ikkita oyoq kiyman sig'ar ekan, ko'rasiz? Gap yo'q. Xo'p. Qani haydang endi uchta. Xo'p, patalo Alcantarami? Shunaqa. Oq bilan bu jigarrangmi, och jigarrang qanaqadir chiroyli rang, mana shu rangga. Nima rang deysiz hozir mashina siz? Sizni tilingizda qanaqa rang mana shu rang? Endi men uchun buni jigarrang deyveraman, chunki более приближенный, yaqinroqda bu jigarrangga. Qanaqa ko'zga yoqimli-da, lekin. Shunaqa. Kombinatsiya oq bilan juda go'zal bo'lgan. Endi в основном GLS'ni bilsangiz, mana shunaqa kombinatsiya bo'lib chiqadi. Ha, to'g'ri. 600'lari. Aynan GLS 600 da 600 aynan xuddi shunaqa kombinatsiyadagi koja, salon kojasi juda ham ko'p. Bismillah. Hop, 2025 masla mashina. Hop, davodchiklari tortib oldi. Hozir paroklar ham yig'ilib oladi. Kiring endi. Zo'r. Hop, narxi. Narxi 310 ming. Narxi 310 ming. Bu ham shunaqami kelishadigan kattaroq bir skidkalari. bor. Undan tashqari bizada trading bor, Trading bor. Nasiya savdo. Nasiya savdo ham bor. Kelaverasiz, agar mabodo trading mashinangizni almashtirib, misol uchun buni olmoqchiman, qaysi bir mashinamni bermoqchiman desangiz ham imkoniyat bor va nasiya savdo ham qilib ketsangiz bo'ladi. Mardon aka, keyingisiga o'tamiz unda? Keyingisiga o'tamiz. O'sha kuzov GLS 450 ga bu. Уже 3 litrli motor. GLS Maybachda 4 litrli motor bo'lsa, bu 3 litrli motor. Более ekonomichniroq. Shahar uchun idealniy variant. Bu Европеец. Komplektatsiyasi ham zo'r. Xo'p, burmister akustika ahamiyat bersangiz, mana bu Maybach dizayn rul deyiladi. Qoraga qora. Ko'pchiligiga tushadi bunaqa mashinalar. Qoraga qora salon. Qora salon. Yangi 2025 без пробег. Европейка. Европейский. Xo'p, narxi? Narxi xo'p, 166 ming. 166 ming. Shunaqa. Xo'p, kelaverasiz. Agarda sizda ham shunaqa niyat bo'lsa, menga o'xshagan niyat bo'lsa, GLS olaman degan niyat bo'lsa, kelaverasiz. Xudo xolasa, nasib qilgan bo'lsa, mashinani olib ketasiz. Ikkita hozirgi kundagi trend avtomobillardan bittasi, ha? Da, juda ham katta rezonans bo'lyapti. Bu mashinaga o'zi ko'p zikr 9X larni sotdik. Mana yana ikkitasi ham наличие turibdi. Xo'p, bular shu 55 kilovatli bilan 70 kilovatli varianti. Ikkalasi ham Lagan diski. Ani qora seriyasi ham bor edi, uni sotib yubordik o'zi. Ikkita bundan qoldi. Zo'r mashina. Bittasi qora salon, bittasi oq salon shunda, to'g'rimi? Temno-siniy salon, oq salon. Ha. Bu salonni ko'ring. Go'zalligini qarang. Ha, kiringchi. Ha, qarang, salonni go'zalligini. Bari oq salondagi chiroyli salon bo'lmasa kerak, ikkinchi qatori ham ko'ring. Shunaqa. Voy. Mana qarang. Ko'k bilan kombinatsiya juda ham chiroyli chiqishibdi, lekin Shunaqa. Европейский mashinada bunaqa ko'k salon bilan oq salon aralashganini ko'rmagan edim. Men ham ko'rmaganman. Juda chiroyli yarashibdi. Xo'p, 55 kilovat bunisimi, unisimi? Qaysi biri 55 kilovat? To'g'risini aytsam, bu mashinalar endi keldi. Ha, yangi kelgan.
hali hech qayerga qo'ymadim buni, endi qo'yaman. Aha. Точно bilmayman qaysi biri 55. Xitoy mashinalari ham tez anaqada chiqadi, tempda chiqadi. Bularga uspet qilish ham qiyin mashinalarni. Nima navarot, qanaqa motorda turgani bilan uspet ham qila olmaymiz. Xudo xolasa уже bularni ustida ishlaymiz, konkretni obzor qilib, shu podpischiklarimizga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Narxlari nechi pul bo'ladi aka? Narxi пока что yo'q aka. Ha, narxi hali chiqmagan. Yo'q, hali chiqmagan. Ha, bo'ldi. Pastda telefon raqam qoldiramiz. Qarang, Mardon aka, biza videoni joylashtirgunimizcha mana shu narxlar chiqib qoladi. Xudo xolasa. Mana shunaqa narxi chiqmagan avtomobillarni bemalol telefon qilasiz. Mardon akam o'zlari nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, narxini bilib olsangiz bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Mardon aka ko'rib turibman, cho'ti men mashina kirmayapti ichkariga. Bu hozir предпродажный подготовка bo'lyapti. Buni полностью tayyorlovkalarni ishlab, o'tbotini polirovka qilib, химчистка qilib olib kiramiz. Bu ham GLS 600 Maybach hozir ko'rganimiz. Spitsa diskali ekan. Shunaqa. Narxi yo'qmi buni hali? Yo'q, hali narxi chiqmadi, endi chiqadi. Mashinani obdon tozalab, polirovkalar qilib, keyin salonga olib kiriladi. Shunaqa. Shunaqa gap. Keyingi mashina GLE 450 Mercedes-Benz. Zo'r komplektatsiya bu ham 24-yil. Ko'rishingiz mumkin. Qora salon, qora salon ekan. pnevmopodveska, head-up display, burmistr akustika. Qorada qora salon ekan. Go'zal. Hop. Qancha yurgandingiz buni? Bu 11 ming yurgan. 11 ming yurgan, 2024. Kraskasi top-toza. Narxi. Narxi ancha tushib qolgan, 107 ming deyapmiz. 107 ming deyapsizlar, yana kelishtiradigan joyi? Kelishtiramiz. 3 ming gaplashamiz. 107 ming. Hop, keyingisi. Keyingisi bu Dorest Hyundai Palisade. Bunaqalar juda ham kam, bu 2000 kilometr yurgan. 23-yil. 2000 kilometr. Ha, 2000. Hozir bilasiz, hozir обновленныйlar chiqib Ha, yangicha chiqib ketgan. Без пробег. Buni ham eng topoviy komplektatsiya. Vo, salon chiroyli ekan. Keling, hurmatli operator. Shu boyagi zikrda aytdingiz-ku, oqqa, temno-siniyda. Ha. O'sha salondan. Shunaqa salon ekan, qarang. Gap yo'q. Ranglarini qarang. Kakra zikr bilan o'sha gapimizga to'g'ri keldi lekin. Temno-siniy bilan молочный kombinatsiya qilingan. Mashina qurt ekan-a? Qurt, yangi. Tetik 2000 kilometr endi to'g'ri, tabiiy 2000 kilometrda mashina o'zgarishi qiyin masala. Xo'p, narxi. Buni 68 ming deyapmiz. Realniy klient bo'ladigan bo'lsa, kattaroq skidka qilib beramiz. 65 ming bor hozir, ishting. Keyingisiga o'tamiz. Voy, men yaxshi ko'radigan mashina-da. Ani, bilmayman, kimga qanaqa, mana shu mashinani ko'rsam, sayohatlar, uzoq safarlar hayolim kelaveradi, seni. Уже gibrid versiyasi. O'zini o'zi rekuperatsiya hisobiga zaryad qiladi. Zo'r mashina, ekonomichniy. Ana. Kia Carnivalni to'g'ridan to'g'ri konkurentida, to'g'rimi? Shunaqa. Mana buni kengligini qarang. Misol, uzoq safarlarga agarda 4 kishi bo'lib chiqaman deydigan mashinaga juda ham zo'r. Orqa o'rindiqni shundoq pastga tushirasiz yoki orqa o'rindiqni olib tashlasangiz, chuqur yama paydo bo'lib qoladi. Rostdan aytaman, bir tog'oraga o'xshaydi. Katta tog'oraga o'xshagan narsa paydo bo'lib qoladi. Xohlagan kiyimingizni bor, anaqa tikka-tik ilib qo'ysangiz ham g'ijim bo'lmaydigan holat bo'ladi. Xo'p, yili 24, bu без пробег versiya. Yangi. Yangi bu. 2024 yangi mashina. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxi. Narxi 98 ming deyapmiz. Aha. Bunga ham realniy klient keladigan bo'lsa, 2000-3 ming deb o'tirmaymiz, kattaroq skidka qilib beramiz. Kattaroq. Hozircha 95 bor. Ishting, ya'ni kelib qo'llarni qattiqroq siqasiz, xudo xolasa zo'r narxda olishingizni tilakdoshiman. Mardon aka, endi qarang, shuncha odam o'tgan safar ham aytdingiz, to'g'rimi? Ancha-muncha odam telefon qildi, ancha-muncha odam mashinali bo'lib ketdi bizga sabab, to'g'rimi? Ya'ni haligacha ham telefon qilishadi. Haligacha telefon qilishadi, ya'ni kelganimizda bejiz bo'lmagan, kimdirlarga mashina olishiga sababchi bo'lib qolganmiz. Aka, agarda mabodo sizga ham sababchi bo'lib qolgan bo'lsa, sizdan bizga bir so'm pul kerak emas. Prosta kommentariyaga shunchaki oldim mashina sizlar sabab bo'lib deb bir duo qilib qo'ysangiz yoki nimadir deb qo'ysangiz kommentariyada faqatgina xursand bo'lib qolamiz. Mardon aka, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Keldi, shuncha odam mashinali bo'lishiga sababchi bo'ldi, to'g'rimi? Ancha-muncha odam. Endi son nima so'rab o'tirmayman. Juda ham ko'p odam kelishdi.
akalar keldinglar, gap bo'lishi mumkin emas. Xursand bo'lamiz kelganinglardan. Biz asosiy vazifamizni bajargan bo'lamiz-da, ya'ni missiyaga erishgan bo'lamiz. Shuning uchun kommentariyada yozib keting bu narsa deb podдержка qilib tursangiz, xursand bo'lamiz. Xo'p, keyingi mashinaga o'tamiz. Mardon aka aytgancha, ya'ni esimga tushib qoldi. Mana hozir kelishadi, boshqa narsa qilishadi-yu. Maksimalni bizning nomimizdan kelgan odamlarga, kelgan nima deydi, bizani doim kuzatadigan obunachilarimizga, yaqinlarimiz, do'stlarimizga maksimalni eng katta skidkalarni qilib berasiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilib Qarang lekin. Va'da, cho'pkina qilib berasiz. Xohlasa, обязательно. Ko'rdinglar, Mardon akamni o'zlariga uchrashasizlar, xudo xolasa eng maksimalni skidkalarni yoqib, chiroyli narxlarda xizmatinglarni chiroyli qilib chiqarib yuborsa. Bu dargohdan ko'pchilik xafa bo'lib ketmagan, chunki shunaqa katta avtosalon, Toshkentdagi eng katta avtosalonlardan bittasi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni to'g'ri ishlashyapti, halol ishlashyaptiki, ya'ni progress, rivojlanish bor. Mashina to'ladi, mana. Hamma avtosalonda ham bunaqa holat emas, mashina to'la bo'vermaydi. Legendarniy Lexus. Legendarniy. Samuray LX 570 2019 bu ham turgan mashina. 14,000 kilometr yurgan. Yo'q, Свежий. Gap yo'q. Hurmatli operator, bitta keling. Salonni rangini ko'ring. Kombinatsiyalarini ko'ring. Ana. Ranglarini qarang. Qizil bilan qora koja kombinatsiya, o'rtasi perforatsiya, duplari. Voy xillarni qarang buni. Xushbo'y-a? Xushbo'y. 2019 uzr adashimman 16,000 yurgan ekan. 16,000 adashimman. Gap bo'lishi mumkin emas. Har birimizga nasib qilsin. Lekin borib bu mashinani agarda amakimlargami yoki o'zingizga bir onda-sonda haydashga olib qo'yasizmi? Bu mashinani sizni eshigingizni tagida turishi yoki garajingizda turishi sizni qo'pol qilib aytganda eski boyligingizni ko'rsatadi. O'zi rostdan ham shunaqa aytaverman maniki. Eski boylarning uyida bitta qanaqadir Lexus bitta avlodi bo'ladi-da. Shunaqa. Bo'ladi. Gap yo'q. Hop, bo'ladigan narxini ayting buni. Bo'ladigan narxi 108 ming. 108 ming. Ishting kelaverasiz, Mardon akang uchrashaverasiz. Hop, GMC Denali. Bu Yukon. Bu Yukon, ha. Xo'p, bu mashina shu Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, adashmasam Lincoln Navigator. Navigator ham bormidi? Plus minus. Lekin o'shalarning avlodi o'shani kuzovida, tegi ularniki. Tegi ularniki. O'sha motor, o'sha podveska. Endi Tahoe'da barham жесткийroq, bu доработанный Cadillac bilan bir xil komplektatsiyasi plus minus. Просто bizda hali kam bu O'zbekistonda. Lekin juda ham zo'r mashina, o'zim ham haydab keldim buni. Расходи ham unaqa katta emas. Ko'pchilik endi 6.2 motor desa, voy deb yorishadi. No. Barham shu qanaqadir kompyuteri bor, o'sha расходlarni kamaytirib shahar ichida unaqa bilan beshini расход bo'lib ketmaydi-da. Bossangiz yevoradi, no? Tak sredniy yuradigan bo'lsangiz bir 14-15 atrofida расход qiladi. Yo'q, shu godasiga bu juda ham zo'r deb o'ylayman. Zo'r degani bu godasiga. Hop, yili necha dedingiz? Hop, buni yili tak 22. 2022. Yurgani tak 77 ming. 22-77 ming. Bu anu urilib, anaqa nimadir cho'kib kelgan mashinalardan emas. Bu официальный mashina. Hamma yoq top-toza, полностью broneplenkada. Kraskalari toza. Top-toza. Hamma cho'kkan emas-da bu. Официальный kirib kelgan mashina, narxini 83 ming deymiz. Yana kelishtirib beramiz. Buni biz hozir yangisini ham olib kirganmiz, uni ham ko'rsatib o'tamiz, lekin u zakazga. Uni narxi 145 mingga kirib keldi. Narxi zo'r ekanda, ya. Narxi zo'r, относительно yangiga qaraganda ancha yuvoshroq. Endi yurgani bor. O'sha zo'r mashina, menga yoqdi. Endi kimdir Tahoedan zerikkan bo'lsa, GMC Yukon, Denali. Shunaqa. Hop, Cadillac, Tahoe va GMC bu uchalasi bitta platformadagi avtomobil. Nu 3 xil brend bilan chiqadi. U yog'i komplektatsiya, balobatlar, hamma narsa o'zgarib ketaveradi. Informatsiya uchun aytib qo'ydim. Tesla uchburchak. Xo'p, buni informatsiyasi qanaqa aka? 25-yil 8 ming yurgan. 25-8 ming. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa 128 ming. 128. Ikkita motorli. Ikkita motorli. Kelishtiradigan joyi? Buni ham endi gaplashamiz, bu ham. Noyob mashina bilasiz. Buni ham narxi, u klient ham kam bunga, lekin chiqsa olaman deb keladigan odamlar keladi-da. Shunaqa. Do'stlar kelib ko'rib ketishmaydi uni. Ya'ni biznesi uchun, bir qanaqadir reklamalar uchun bo'lsa, mashina zo'r-da. Shunaqa. Zo'r ish beradi, rostdan ham ko'chada
qaratmasdan iloji yo'q. Qaratadi o'ziga. Mana shu yerda qanaqadir bir sizni reklamangiz bo'lsa, men o'ylayman, siz uchun, ya'ni brendingiz uchun bir yaxshi, bir foydali reklama bo'ladi. Foydali reklama bo'ladi, boshqa narsa bo'lardi. Shu avtomobilni to'liq videosini sal pastroqga tushsangiz, videosini joylashtirib qo'yganmiz, bemalol kirib to'liq informatsiya olsangiz bo'ladi. Ha, davom etamiz. Karbonli pitaka chexollarini optim narxlarda birinchi qo'ldan qidiryapsizmi? Megastar kompaniyasi pitakani O'zbekistondagi rasmiy dileri hisoblanadi. Eng asosiysi, original pitaka chexollarini katta assortimentda va hamyonbop narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Agar siz telefon aksessuarlari sohasida faoliyat olib borsangiz, bu taklif ayni siz uchun. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, optim narxlarda xarid qiling. Eng chiroyli kuzovlardan bittasi. Bu chiroyliligini qarang, Mardon aka. Bu nima bu hozir shunda Grand Coupemi, qanaqa, nima deyiladi buni? Buni podpischiklarimizga bu savolni qoldiramiz, kommentariyada yozib o'tinglar. Ochig'i, men o'zim bilmadim. Orqa oyna bilan ochilganda liftback bo'lardi. Men Grand Coupe deyapman. Endi bilmadim, ikkilanib qoldi. Endi kommentariyada yozib keting, nima kuzovga kiradi bu mashina. Aka, dannilarni aytasizmi? Xo'p, bu 23-yil. Yurgani 12 ming, kraskalari top-toza. Narxi ham juda ham zo'r, 65 ming dollarga. Bilasiz, buni 1-2 yil oldin 120 minglardan sotardik. Narxi ham hamyonbop bo'lib qoldi, plus minus. O'shanga mana Audi e-tron GT. Zapas kodi qancha buni? 500. 500. Panoramasi bor, salonni rangi juda ham go'zal ekan. Juda ham chiroyli. Menga yoqdi. O'zingizga ham bo'ladi-yu, lekin agarda kenayimlargami yoki o'g'lingizgami olib bersangizchi, maza qiladilar-da. Realniy boru, mana buni qarang, kuzov chiroyliligini qarang. Buni oqib tushishi boru, juda bir boshqacha. Zapas kodi qancha dedingiz? 500. 500 a? 500 nari borsa qish kuni bir 300 ta yursin. Bo'ladi. To'g'ri, zo'rda, menimcha. Zo'r mashina. Glamdisi Xitoy mashina emas, Audi brendda. Misol uchun shunaqa odamlar bor-da, misol uchun, "Yo'q, menga Xitoy mashina bo'lmasin, yo'q, Xitoy brend bo'lmasin" deydi-da. Shunaqa tanish bilishlarim juda ko'p. Ana aynan siz uchun zo'r mashina topib qo'ydim bo'lam. Xo'p, bo'ladiganini ayting buni. 63 ming duramiz. Sizni nomingizdan kelishsa yana o't beramiz. Yana o't beramiz, a? 63 ming bor. Ishting. Ho, EQS S-Class ikkitami? Ikkita. Bir xilmi? Bir xil. Gap yo'q. Ikkalasi ham Европейс, bilasizlar, bu koreyskiy variantlari ham ko'p chiqib ketgan. Ani urilib, surilib kelgan mashinalar ham ko'p bunaqasidan. Xo'p, bu ikkalasi ham Европейс. EQS 450. Salon rangi ham bir xil. Bir xil. Hamma narsasi bir xil. Просто mana probegi tak 5900 bo'lsa, bunda 45 ming. Ha, 45 ming yurgan, 5900. Shunaqa. Gap yo'q. Xo'p, oq, ya'ni oq emas-da, bu qanaqadir maloshniy, jemchuk-a? Jemchuk. Bu mashinani aka, buni ham 2021, 22 ni boshida 200 mingdan sotganmiz. Hozir misol uchun yangisini olib keladigan bo'lsangiz ham ancha qimmatga tushib ketadi. 180 ming atrofida tushadi mana shu mashina. 170 ming. Hop, bular ikkalasini yili necha dedingiz? Hop, ikkalasi ham 22, bu 450 plus. 450 plus. O'sha rostikasi 600 atrofida yuradigan mashinalardan bittasi, bilasiz. Bu EQS'lar reально заявленный plus minus anaqa zapas xodasini yurib beradigan mashinalar. Juda ham ko'p yuradi, chunki bu 450 plus только faqat orqa privod bo'ladi bu. Shuning uchun ham ancha расстоянияni ko'proq bosadi bu. Narxi, hop. Bunisi 71 ming nomimiz. Buni ham kelishtirib qilib beramiz. Kelishgan joyi bor, 71 ming. Ishting. Bunisi 99 ming. Bu kam prodek. Kam yurgani. 99 ming. Ishting. Kelishtiradigan joyi bor. Обязательно. Zo'r. Bu ham xuddi shunaqa, o'zingizga ham yarashadi. Agarda kenayimga yoki onaxonga ham olib bersangiz, maza qilib yurishadi-da. Juda bir krasavchik mashina desam, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Orqa balonlari ham buriladi. Bular современный mashina. Zo'r. O 206. To'g'rimi? 206-kuzov, bu C300. C300. Qora salon. Qora salon 2 litrli, shu 250 atrofida ot kuchligi bu. Ancha rezervero. Bilasiz, buni 180 lari ham bor.
yuzlari ham bor. Bu 300 bu более мощныйroq, bu o'zi tegi qimmat yuradi bu mashinani. Yili Hop, yili 23 16 ming kilometr yurgan. 16 ming yurgan. 16 ming yurgan. Gap yo'q. Hop, Narxi hop 66 ming deyapmiz. Men ham ustida gaplashamiz. Zo'r mashina, praktichniy. 6 ming. Ishting. Hop, Toyota Highlander. Highlander. 2026 modelni rad. Zo'r. Bu mashinani ham juda ham ko'p sotganmiz. Haligacha ham sotiladigan mashina. Buni spesialniy 26-yili ham mana bu o'zgartirishmayapti-da, chunki hammani ko'niga yoqqan mashina. Shu ko'rinishi bilan odamlarning ko'ngliga kirgan. Shunaqa. Tak, oq rangi ham bor mabodagi. Ha, buni bitta qora, bitta oq rangi bor. Shunaqa. JBL akustikiy и ahamiyat berishingiz mumkin. Bu 26-yil modelda mana bu monitori уже kattaroq, katta planshet bo'lgan. Ha, monitor o'zgargan, yonidagi anu liniyalar yonadigan. Zo'r. Hop, elektronniy tablo, katta monitor. Keling, hurmatli operator, bitta salonni ko'rsating yangilanganini. Mana bu yozuv ham bo'lmasdi. Bu ham qo'shilibdi. Hop, elektronniy tablo turibdi и o'rtada JBL turibdi, ko'rasizmi? Monitorni kattaligini. Ya xudo. Katta. Mana shunday monitor bo'libdi. Hop, buni oq rangi ham bor bizda. Buni oq rangi ham bor. Hop, Narxini 74 ming deyapmiz. Bu endi yangi mashina, masala mashina. Buni uncha ko'p o'tib bera olmaymiz. Kelishsa klientlar kelishtirib qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Zo'r. Hop, 74 ming ishling yana tepasida savdolashadigan joyi bor. Kelaverasiz odam. BMW i3 Mardon aka, danilari qanaqa buni? Bu BMW i3 Cross полностью night paket, diskalari ham qop-qora, shotk radiatori ham, xullas nikel detali yo'q. Bu 40L mi shunda? 35L. 35L da o'rtasida ekanda unda. Anaqa VIN kodida ham T, bu уже 26-yil. 26-modelniy gод. Modelniy rad, 26. Hop, salonni ham ahamiyat bering. Ko'pchilik i5, i3larni qizil salon bilan olib kelishadi. Bu уже mana bunaqa jigarrang salon. Jigarrang salon. Ancha chiroyliroq. Juda ham chiroyli ekan. Hop, panorama, xullas o'zim ham shu mashinadan haydaganman akalar. 40 dan. Juda ham zo'r mashina, haqiqatdan. Juda ham yumshoq, bunda ko'pincha elektrokarlarga o'xshagan ограниченияsi yo'q. 180, 200 gacha chiqadigan variant ekan. Shunaqa ekan. Yana bitta narsaga hayron qoldim. Juda ko'pchilik mashinamda o'tirganda aytishdiki, mashina yumshoq ekan. Yumshoq. Juda yumshoq ekan. Qanaqa bunaqa bunchalik yumshoq? Bu troyka-yu deyapti-da. Shunaqa. Bilmayman endi, shunaqa chiqqandir dedi odamlar. Mashina juda ham chiroyli. Hop, Narxini 45 ming deyapmiz. Sizdan kelgan klientlarga kattaroq skidka qilib beramiz, qo'ldan kelgancha. Ishning 45 ming bor, ya'ni kelaverasiz, xudo xolisa kelishtirilgan zo'r narxda olib ketasiz inshaalloh. Hop. Keyingisi 214. 214 Y300. Y300. Juda ham ko'p sotganmiz bu mashinadan. O'zi borgan sari trendga chiqyapti bu, Chiqyapti. Ancha chiqib qoldi. Go'zal. Hop. Probegi 7124-yil bu. Hyper screen, AMG rul. Saloni chiroyli ekan, rangi. Ha, chiroyli. Gap yo'q. Hyper screen katta monitorlarda ekan. Katta panorama, ikkinchi qatori bitta ochamiz. Ana. Anu Y-klass bo'lsa ham ko'rinishi shunaqa представительский avtomobilga tortadigan avtomobillardan bittasi deb qo'rqmasdan aytsa bo'ladi. Yurgani buni qancha? 7100. 7100, yili 24. 24. Hop, narxi. Hop, narxiga keladigan bo'lsa 89 ming deyapmiz. Buni ham kelishtirib qilib beramiz. Voy, rangini qarang, buni chiroyliligini. M340i. Juda ham chiroyli diskalar taqib qo'yishibdi. Daniylarni aytasizmi? 20. Hop, 23 yurgani bo'lsa, tak 11 ming yurgan. Buni zavod ham qilib beraman. Ovozini eshitamiz.
23-yil 340i 3 litrli motor уже bu yerda. Oh. 380 ta ot kuchi bor. Setalada turgan motorlardan deb. Ha. Keling, hurmatli operator, salonni bitta ko'ring. Salonlarni ko'ring. Hozirgi ko'rgan BMW 3-seriyadan katta farq qilmaydi. U elektronli bo'lsa, bu o'shani benzin motorlisi, benzin motorli bo'lib 3 litrli. Bemalol buni stage qilib ancha porlatsiz bo'ladi. Buni kraskasi qanaqa aka? Top-toza. Kraskasi toza. Hop, narxi. Narxi 77 ming 75 qilib beramiz. Yana ustida gaplashib ko'ramiz aka. Yana gaplashsa bo'ladigan joyi bor. 77 ming turibdi bu. Buni lekin oldini M3 bashara qilib olsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Bemalol shu narsaga pozolat qiladigan avtomobillardan bittasi. Bu boya aytganimizdek Highlander oq versiyasi. oq rangi. Hop, Genesis G70. Bu ham bir xil bo'lib kelasi. Moshniy, shustrый, полный привод. Uni lekin narxi arzonroq, 55 ming dollarga 23-yil bu 9 ming yurgan. Vash sveji. 55 ming. Ha. Kraskasi Top-toza. zo'r ekan. Bunaqa variantlardan juda ham kam. Bu eng full versiyasi. 3 turbina. Go'zal lekin juda ham. Genesis bu ham shu boya aytganimdek xuddi Audi'dagi variant. O'ziga ham bo'ladi aslida. Lekin kenayimga yoki o'g'lingizga olib bersangiz, ancha maza qilishadi. Keling, bitta salonni ham ko'ring, rangini. Salonni rangi xuddi sizni qalbingiz rangi deydi-da. Mana buni qarang rangini. Voy, oppoqqina. Yarashasiz bu salonga. Ikkinchi qatorini ko'rsataman. Hop, bu mashinani ikkinchi qatori unaqa keng bo'lmaydi, chunki kuzov ham unaqa katta emas. Agarda endi kengroq narsa xohlaydigan bo'lsangiz, buni boshqa versiyalarini olishni tavsiya qilaman. Ozgina bu kichkina oilaga mo'ljallangan avtomobil. Qo'pol qilib aytganda, kenayim maktab bog'chaga olib kelishlariga yoki o'g'lingiz kichkina oilasi bilan aytlarga olib kelishga zo'r mashina. Buni danilari qanaqa? Bu Ferrari Purosanka Xitoy versiyasida yoki mana kalti. Salonni ham yorib olishgan ekan. Gap yo'q. Salonni rangini qarang, buni chiroyliligini. Karbonlarni qarang mana bu. Tarpetkada ham karbon bor ekan. Qanaqa bitta qo'l bilan ushlab ko'ring mana shuni. Qadr budur ekan. Ikkinchi qatorini ko'rsataman. Danis qanaqa buni aka? Yangi 25-yil bu eng full komplektatsiyasi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, oddiyroq komplektatsiyalarni bilmadim. Biladiganim mana shu komplektatsiya. Eng full deyishyapti. Master account, balovattarlari hammasi bor. Tayyor notariusga. Orqa vidlarini ham lekin juda ham chiroyli ishlab qo'ygan ekan-a. Действительно zo'r ishlagan. Xiaomi U7. Yangi mashina. Yangi. 2025. Top-to'g'ri. Hop, narxi? Hop, narxini 72 ming qo'yilgan. 70 ming qilib beramiz hadi, tekis. 70 ming. Ishting, yana kelaverasiz, tepasida gaplashamiz. O, 7-seriya. 740 i 2025 bu ham masla. Yangi. Salonni rangi, mashina qorada qora ekan. 25 dedi, Mardon aka buni? 25. 2025-yil. Ani, ochining-chi. Planshetlarni qarang. Boshqachada. Hop, ikkinchi qatorda monitori yo'q ekan, lekin skylanchlari bor ekan. Ko'rdingizmi? Ichkarida skylanchlari yonishini. Ya'ni skylanchi mana bu patolodiga mana bular yonadi. Gap yo'q. Har birimizga shunaqa avtomobillar nasib qilsin. BMW ham, Mercedes ham ishqibozi sifatida yaxshi ko'radigan avtomobillarimdan bittasi. 2026-yilda sizga ham, menga ham shunaqa avtomobillarni yangisini olib minish nasib qilsin. Hop, narxi? Hop, buni narxi 183 ming qo'yganmiz. Bu yangi bez probeg garantiyadagi mashina. 3 yil garantiyalari bor. Garantiyalari bor. Kelishtirib qilib beramiz, kelaverishsin. 183 ming. Ishting Ketdi keyingisiga.
Avtosalonni bitta qizalog'i desa bo'ladimi mana shu mashinani? Genesis GV70 eng fulli полный привод. Ham chiroyli mashina. Kraskasi. Top toza. Xo'p, 21. 2021 qancha yurgandingiz? 38008. Bu zavodskoy shunaqa anaqa qilinganmi? Nimasi tikilganmi bunga? To'ppa-to'g'ri zavodskoy bu aka. Alkantara bilan koja kombinatsiyada. Shunaqa. Ya xudo, chiroyli Eng ekan-a. Judayam Panoramalari bor. Menimcha kelinimga olib berasizmi deyman-da aka, bu videodan keyin. Narxi ham zo'r, kraskasi toza. Bo'ladiganini ayting endi. Xo'p, o'zi 50 ming turibdi. Sizdan kelgan подписчикlar uchun 45 mingga beraveramiz. Ishning 45 ming bor. Vo, bu mashina Gelik laqabli nima bu? Nomini bilmayman, Gelik, replika, mini nima desa bo'ladi. Men lekin bitta zo'r laqam to'qidim. Mana shu raqamga to'g'ri kelsa kerak. Gelik laqabli power bank. What? Zo'r. Hozir albatta hammasi. Bu qanaqa mashina, narxi nechi pul? Xo'p, konkretniy nazvaniyasini bilmayman. G-class mini desa ham bo'ladi. Buni hozir ko'pchilik restavratsiya qilib, balonlarni katta qilib, salonlarni, obshivkalarini o'zgartirib, xullas Rossiyada ko'rdim, bitta blogerda zo'r qilib qo'yishyapti. Ko'pchilik telefon qilib, o'g'limga olib bermoqchi edim deyishyapti. В принципе, endi men bu narsani qilish mumkin demayman, chunki bu baribir katta mashina. Buni texpasporti bo'ladi. Baribir ham shu 18 ga kirib, pravasini olib haydagani yaxshi, lekin misol uchun katta fabrika, sexlarda, zavodlarda, iliji misol uchun dachis, misol uchun katta bo'lsa, o'sha yerda endi ozgina mingani olib bersangiz bo'ladi deb o'ylayman, в принципе. Shunaqa. Zo'r mashina, narxi 16 ming, elektrichеский, maksimal tezligi 60 km/soatiga, zapas xodi 100 km. Hozir 16 mingni eshitishadi-da, ketdi kommentariy bong'illaydi hozir. Qarang, zo'r gap keldi-da. Kommentariyaga yozib tashlang, 16 ming dollarga siz mana shu mashinani olgan bo'larmidingiz yoki Cobalt yoki Gentra olgan bo'larmidingiz? Boshqacha anaqa o'xshatish qila olmadim lekin. Razmerini ham aytib o'ting. Mani bo'yim bilan bilinadimi yo'qmi? O'zingizni bo'yingiz bilan men bu yonida turgan Honji bilan ko'rsatib o'tishimiz kerak, chunki buni rasmga olganimda ko'pchilik razmerini как rostikasini kerak deb o'ylashyapti. Ha. O'shaning uchun endi qarang, misol uchun Trekkerni Spark desam, Sparkdan katta bu. Yo, Trekker to'g'ri aytdingiz lekin. Trekker deysizmi? Trekker mana shunaqa lekin. Trekker razmer lekin. Bo'yi ham ancha balandroq. Men bu Honji bilan почти bir xildek bo'yi. Men taxmin qildim 180 bo'yi. Mani bo'yim 170. 170 ekan unda. Почти siz bilan baravar 170 Sal bo'lsa, katta. men bu yoqlari o'rtasi sal balandroq ekan. 175 deydi-ku. 175. Lekin razmer shu Trekkerga tortyapti. Da. В принципе, bunga o'sha aytganimdek katta balonda taqib qo'yilsa zo'r turadi. Xullas, proyekt qiladigan mashina ekan-da. Xo'p, Honji. Honji bu Yevropa rынокiga chiqqan varianti, ichi полностью ingliz tilida. Bu без пробег. Yengimi? Yangi. 23-yil, lekin без пробег. 23 yangi mashina, narxi. Xo'p, narxi 80 ming. O'xti. Kommentariy bugun bong'illaygan-da aka. Shunaqa. Ishoning. Hozir urush tashlashadi. Endi bizning auditoriya tan olish kerak, rostdan ham inomarkalarni yaxshi ko'radigan odamlar-da. Shunaqa odamlar o'tiribdi, to'g'ri, Xitoy mashinasini ham yaxshi ko'rishadi, orasida ham bor. 5 qo'l baravar bo'lmaganda, ko'pchiligi inomarkani yaxshi ko'radigan odamlar. Hozir lekin buni 80 ming degandan keyin urush berishadi lekin. Endi shunaqa deysiz, Yevropada bunaqa narxga olishar ekan. Chunki men bitta bloger videosida ko'rdim, BYD chempion bizda 30 ming tursa, ularda 45 ming. Ha, men ko'rdim. Shunga hayron qoldim. O'shaning uchun O'zbekistonda qimmat deyshadi-yu, unaqa emas. Bizdan qimmatroq joylar. Bizdan qimmatroq joylar ham bor. To'g'ri. Xo'p, Brabus. Body kit bu mashinaga juda ham katta summa sarflangan. Original karbonli, obvesli, bu durust, restyling qilingan, tegi qora, полностью nardigray plyonka. Nardigray plyonka. Dokumentatsiyasi ham normalniy, то есть qilingan. Mashinaga adashmasam 25 ming dollar sarflab olganlar. Oho, o'zi salondagi karbonlarga ham ancha-muncha pul ajratib olishibdi. Kuzov ustida ham bitta bor. Shumka ham bo'lgan. Shumkasi ham bor. Qoya.
polностью stage qilingan. Выхлоплari ham juda ham baland. Mercedes-Benz W213 E450. E450. Ha, bu E200 bilan adashtirmanglar. E200 вообще slabiyroq motor bo'ladi. Kraskasi? Top-toza. Plonkani endi shilishi kerak. Plonkani ko'rish uchun. Ha. Hop, narxi? Hop, narxini 66 ming deyapmiz. 64 ming bo'lsa beraveramiz. 64 ming. Yil 18. Shting. Hop, keyingisi Mercedes-Benz GLE 53 AMG. 53 mi? Ha, bu 53. Afiltirbaq. 2024. Rangi ham o'zicha Yevropada, Amerikada, Yevropada bizga o'xshab misol uchun oq qora emas-da, ularda mana shunaqa neobычный ranglarni qimmatga olishadi bunaqa ranglarni. Bular juda ham trendda. 10 ming kilometr yurgan. 24, 10 ming kilometr, kraskasi toza. Yo'q. Orqa bagajida ozgincha udari bo'lgan, uni chiqarishgan, u rasmlari ham bor mobodagi. Ha, mobodagi bemalol rasmlarni ham ko'rsatishligi mumkin ekan. Salonni bitta ko'ramiz. Hop, jigarrang qora kombinatsiyada plus bu yerda ko'rasiz perforatsiyali AMG G2 diskasini taqib qo'yishganmi Mardon aka bunga? Shunaqa, bazasida bo'ladi mana shunaqa diska. Gap yo'q. Hop, GLE 53. Hop, narxi? Narxini 115 ming deyapmiz. Klientlarga kelishtirib qilib beramiz. Endi sal bitta pachoq bo'lgan joyi. Bagajlikning o'zida. Ha, bagaj o'zida. Unaqa strashniy emas, rasmni ham hozir ko'rsataman, o'zingiz ham ko'rasiz. Unaqa strashniy bo'lmagan. Ha. 115 ming deyapmiz. Endi bunaqa narxga hozir 53 lari yo'q. Misol uchun 53 bor, hozir yana boramiz, bu 130 mingda u. Zo'r. Hop, 110 15. 115. Yana kelishadigan joyi bor. Tepasida gaplashamiz. 115. Shting. Hop, keyingisiga o'tamiz. W222. Bu juda ham hozir sotuvda yo'q mashina, chunki bunaqa probegli 222, bu S560. 560 da. Xuddi men o'zim mingan mashina bilan bir xil ekan. Haydaganmisiz bunaqasi? Ha, S560 haydaganman Dubayda. S560 zo'r mashina. Juda ham zo'r. Bu tam yana 25 ming yurgan. 25 ming. 25 ming. Hozir salonni ko'rsatamiz, matoviy bo'lib turibdi. Gap yo'q. Qani, men anu Dubayda xotiralarni bir esga solingchi, ko'ring salonni. Qarang buni. Voy. Mardon aka, menda anu bejviroq salon edi. Mashina ham o'zi oq matoviy edi. Juda yaxshi ko'rardim. 11 ming yurgandami, shunaqa olgan edim. Yili 18. Ha, 2018 S560 25 ming yurgan. 25 ming yurgan. Bunaqasi yo'q. Mashina tinnoq, kraskasi top-toza. Top-toza. Qirilgan joylari ham yo'q. Format. Yurmagan mashinada endi. Narxi? Hop, narxi 99 ming deyapmiz. Kelishtirib qilib beramiz buni ham. Buni ham yuqorida biz ham o'zimiz akkuratni obzor qilib yuboramiz. Obunachilarimizga. Orqa monitorda ko'ring, qarang. Pultlarini qarang. Keling bitta pultini olib ko'rsataman. Voy, mana qarang. Mana bitta o'zini Mercedes-Benz degan yozuvlari bilan. Bu mashina bo'yicha menda armon yo'q hozircha. Undan keyingisini olishim kerak inshaalloh. Toshkentda olishim kerak. Bo'lishini aytmadingiz? Bo'lishini kevrishsa klientlar joyida gaplashib 2 ming o'tib beraman hozircha. Hozir 97 deb turamiz. Shunaqa. 97 ming. Shting, yana tepasida Mardon aka ham qattiqroq bo'g'asiz. 214 bu 25 bes probeg. E200. E200. Buni hidlarini qarang Mardon aka. Yangi mashinani hidi boshqacha. Yangi mashinalar bilan yangi mashinada, aka. Hyperscreen. И bu adashmasam-chi, уже Hyperscreen emas, bu Super Screen deb nomlanadi. Burmistr akustika, podogref охлаждения, katta head-up display, xullas. Ikkinchi qatorda ham abogreflari bor ekan. Shunaqa. Hop, narxi. Narxini 102 ming deyapmiz, buni ham kattaroq skidka qilib beramiz. Bu anaqa 25 yenga 514 km. 514 kilometri borda. Da. Hop, bo'lish 98 aka. 98 ming shting.
keyingi mashinaga o'tamiz. Mardon aka, bu mashina klassik kiyimlar bilan yarashib qo'yadi-da, aka. Shunaqa mashina o'zi, vidi ham shunaqa. Shunaqada, juda ham представительский klass. O'zbekistonda adashmasam G90 ni matviy versiyasi adashmasam bitta bo'lsa kerak, tan bilmadim. Ha, yo'q, matvisdan yo'q. Matviy заводской adashmasam yo'q. Bo'lishi mumkin lekin. No, men bilganim shu. Zo'r. 2025 13 ming yurgan. 25, Zo'r mashina, 13 ming eng yurgan. fulli bu. Kraska Top toza, orqa balonlari buriladi, 4 eshiklari avtomaticheskiy yopiladi. Ikkita orqa atamanka. Xullas, men o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman. Keling, salonlarni bitta ko'ring. Voy. Bu qora deb bo'lmaydi, bu sidenani rangini. kuzov rangidan-da. Kuzov rangidan-a? Shunaqa. Gap yo'q. Bu ikkinchi qatorda o'tiradigan hoji akalarimizning mashinasi desa ham menimcha to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Mana Bitta knopka bilan. Gap yo'q. Hop, narxi 135 ming. 135 ming. Shunaqa. Kelishadigan joyi Bor. bor. Qilib beramiz. Kelaverasiz, xudo xolisa trading, nasiya savdo, hammasi bor. Mashina yoqdi. Shu ikkinchi qatorda o'tirmasam ham, rulda ham haydab bersam ham bo'ladi. Ham rulda haydab yuring, ham ikkinchi qatorda o'tiradiganlar uchun mana shu. Shunaqa. Buni endi longi faqat ikkinchi qatorda o'tirish uchun. Limuzin desak bo'ladi. Limuzini. Limuzinida faqat ikkinchi qatorda o'tiradigan mashina. Unda даже rejimi ham bor. Rejim водитель deyiladi. Uni yoqib qo'ysangiz, уже sal oldi sidenlari suriladi, водительский ham ozgincha suriladi. Rejim водительda o'shanda maksimalniy prostorniy bo'lish uchun, qulay bo'lish uchun, ikkinchi qatordagilar uchun. Bu hoji akalarimiz, hozir bizning videoni ko'rib o'tirgan akalarimizga 135 mingga menimcha bunaqa mashina olish hech nima emas. 200 ming, 300 minglik mashinalarni ham olishgan. Shunaqa. Nasib qilsin har birimizga. Xo'p, keyingisi. Keyingisi boy ko'rganimiz 53 seriya bo'lsa, bu qorasi, ne bu? Qorasi. Yevropeyskiy versiyasi bu. Xo'p, qoraga qora, почти bir xil komplektatsiyada. Aha. Ana bilan 18 ming yurgan, 24-yil. 18 ming, 2024. Shunaqa. Kraskasi Top toza. top toza. Ikkinchi qatorlari. O'rtasida alkantara bilan kombinatsiya bo'lgan anaqa ekan. Zo'r. Xo'p, narxi. Xo'p, narxidagi keladigan bo'lsa 129 ming nomimiz. Ozgincha o'tib beramiz, lekin joyini inobatga olish kerak. Bu toza mashina. Yevropeyskiy. Shuning uchun ham sal narx qimmatroq bo'ladi. Chunki boyiga 115 ming, bu 130, 129. 129 ming. Shunaqa. 129 ming, yani tepasida ozgina savdolashadigan joyi bor. Kelaverasiz. Bilasizlar, doim klassik formada yuraman. Qayerdan olasiz, nima qilasiz deb so'rashadi. Mardon aka, bilaman, siz ham doim klassik formada yurasiz. Hozir sizga ham, obunachilarimizga ham qiziq bo'ladigan bitta joyi ko'rsataman. Videodan uzoqlashmang. Bilasizlar, doim klassik kiyimlarda yuraman. Ko'pchilik mendan so'raydi, kiyimlaringizni qayerdan olasiz, qayerdan kiyinasiz deb. Bugun men sizlarga kiyimlarimni qayerdan olishimni ko'rsataman. Ichkariga kirib atmosferani bitta ko'ramiz. Qani ketdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Ustimdagi look Salvatini brendiga tegishli. Undan tashqari bulada Galotti, Tramarosso, Valentino, Henderson, Baldinini, Tambalini, Francesco Pacci va shunga o'xshagan italyanskiy brendlarning original kiyimlari bor. Ikkinchi qavatda 4 fasl uchun brendviy kiyimlarni outleti ham mavjud. Pastda sotilgan brendlarni arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Menga o'xshab Italiya va Turkiya kiyimlarini yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun manzil va telefon raqamlarini qoldirdik. Kelaverasizlar. GLE 450. Buni danilari qanaqa? 23-yil 18 ming yurgan. Sraz narxini aytib o'taman. 100 ming bo'lsa beraveramiz. 100 ming bo'lsa beraveramiz. Top toza kraskasi. Top toza. Yaxshi narx lekin. Salonni ham bitta ko'ring do'lam. Saloni qorada qora ekan. Hop, o'rindiqlarda isitish, sovutish, pamyat sideniya bor. Hop, rullari yaxshi. Ikkinchi qatorni ko'ring-chi. Ikkinchi qatorda abagreiflari bor. Zo'r. U bo'ladiganmi, Mardon aka, 100 ming? Bo'ladigan. Hop, kraskasi toza. Shting 100 ming. Hop, Kia K8 esingizda bo'lsa, siz bilan birinchi videomizda endi keldi mana shu mashina. Ha. O'sha qora rangi edi.
O'shandan keyin Rostelefon qilishni boshladi mana. Oxiri уже massiviy sotiladigan bo'ldi. Mana olib keltirib qo'yganmiz. Bu 1.6 gibrid versiyasi. 1.6 gibrid. Shunaqa. Zo'r. Narxini 65 ming deyapmiz. Kelishtirib qilib beramiz. Yangi salafanlarda turibdi. Keling, buni salonlarini ham bitta ko'ring. Mana qarang, nakleykalari, salafallari maza qilib chirishli bo'lib turibdi-yu bu. Hop, ikkinchi qatorini ham ko'rsataman. Ikkinchi qatorlari, joystiklari tayyor. Adashmasam bu ikkinchi qatorda ham Abagrev Abdufomiyda, Abdufomiyda podogref bo'ladi. Podogref o'zi. Shtorkalari bor. Shtorkasi bor ekan. Ikkinchi qator shtorkasi bor ekan. Hop, 2025 yangi mashina narxi 65 ming. bo'lishi 63. 63. Shting 63 ming bor. Qarang mana, boya gaplashdik Kakras GMC haqida. Obunachilarga savol qoldirdi. GMC ni kuzovini tanlaysizmi yoki Tahoe? Mana. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? O'zingiz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? GMC Denalimi yoki Chevrolet Tahoe mi? Tanlagan bo'lardim. GMC tanlagan bo'larmidingiz? Ya'ni O'zbekistonda kamligi uchun-da, to'g'rimi? Shunaqa. Endi u komfortni. Komforti ham, ha. Bitta narsani inobatga olish kerak, haqiqatda GMC da komfort ancha yuqoriroq Tahoe'ga nisbatan. Hop, Tahoe'imiz sotuvdami? Sotuvda 23-yil 9 ming yurgan 79.500 deyapmiz. Ko'p o'tib bera olmaymiz. Kelavurishsan, gaplashamiz. O'zi oq rangi kam-a o'zi? Juda ham kam. Sotuvda vashcha kam. Ishmansam bundan tashqari yo'q bo'lsa kerak. Hop, kraskasi Top-toza. top-toza. 79.500. 500. Kevuras, yana ozgina tepasida to'dalashadigan joyi bor. Yana bittami? Yo'q, bu boshqami? Yo'q, yana bitta. Bu uchinchisi. Shunaqa. Zo'r. Bu uchalasi ham hozir shunda gibridmi? Uchalasi ham gibrid, ha? Hop, yili danilari qanaqa buni? Bu ham 25, bez probeg, 74 mi? Ha, narxi ham bir xil. Bu ham Xitoy zborka, bu ham Shunaqa. xuddi shunaqa. Bo'ldi aka, Kevuras. Xudo xolasa, bir emas, ikkita emas, 3 ta bor ekan siz uchun, xudo xolasa. O'zbekistonda bunaqa avtomobillarni rentkariga berish uchun qanaqa duh kerak, aka? Risk katta emasmi? Risk katta aka, shunga yarasha shartlarimiz borda, aka bizda. Gap bo'lishi mumkin emas. Men juda ham qoyil qoldim. Dubaydagi sharoit O'zbekistonda paydo bo'libdi, qaranglar, azizlar. Shunaqa. Garajingizdagi top 5 ta eng qimmat mashina. Xo'p, top 5 ta eng qimmat mashina, mana shu oldingizda turgan AMG GTS, ikkinchisi Geländewagen, uchinchisi AMG GT43, to'rtinchisi GLS 450, beshinchisi X7. Xo'p, garajga yana qanaqa luxury avtomobillar qo'shmoqchisiz? Xo'p, planda luxury avtomobilda bo'lsa, Porsche 911, Lamborghini Urus, Ferrari Roma. Gap yo'q. Bir paytlar bunaqa mashinalarni haydab ko'rish uchun odamlar Dubayga, chet ellarga borib kelardi, ochig'i to'g'risida. Ana endi O'zbekistonda ham shunaqa sharoit bor. O'rtacha shu mashinalarni bir kunlik rentkari nech pul? Xo'p, bu rentkarimda o'zi eng qimmat kunlik ijarali mashina, 12 million so'm. Geländewagenimiz 10 million so'm. Bu yoqqa keturadi. 6 million, 5 million. Ha, budjetniroq avtomobillar ham bormi? Ya'ni Lisan yoki shunga Bor. o'xshagan? Lisan avtomobili bor. Li9, Li7, Leap Motors bor. Zo'r. Agarda sizga ham shunaqa avtomobillarni rentkarga olmoqchi bo'lsangiz yoki uzoqroq safarga chiqmoqchisiz, shunga o'xshagan sharoitlar bo'lib qoladigan bo'lsa, qo'rqmasdan Arent rentkarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bunaqa luxury avtomobillar hammasi Arent rentkarda. Aloqadamiz. BMW X6, buni danilari qanaqa? Bu 23-yil 42 ming yurgan. Zo'r komplektatsiyada mashinamiz. Bu X-Drive 40i. 40i. Ha, 3 litrli motor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa 98 ming deyapmiz. 98 ming. Xo'p, kraskasi Toza. toza. Top-toza. 40i. Salonni bitta ko'ramiz. Salon qora bilan qizil kombinatsiyada ekan. Mana shu rul yoqadi. Qarang, chiroyliligini do'dam. Hop, ikkinchi qatorini ko'rasizmi? Birinchi, ikkinchi qatorlari. Kechagina Mercedes-Benz'da video qilganimizda aynan GLE 450 GLE 400 o'shani aynan kupe varianti. Xuddi shunaqa X6 ni to'g'ridan to'g'ri konkurent haqida gap ketdi. Negadir deylar, mijozlar keladi, aynan ayol mijozlar kelgan paytda shu kuzovga yopishib oladi deydilar. Ya, Ha,
aynan o'sha kupesi bor-ku, klassik emasda, ya'ni mana bu ko'rganimiz emasda, bunga emasda, aynan xuddi shu kupe variantiga yopishib oladi. Bo'ldi, boshqa mashinaga qaramaydi ayollar deb qo'yadilar. Ya'ni nima demoqchiman, X6 ham juda ham ko'p ayollar yaxshi ko'radi. X6 ni saloni ham hozir menimcha juda chiroyli turibdi. Hattoki saloni ham sport xarakter berib turadi deyman-da. Xullas aka, o'zingizga ham yarashadi. Bu nafaqat erkak kishi, ayol kishi degan narsa yo'q bu mashinada. X6 Mercedes-Benz GLE 53 kupesi bo'ladimi? Sizga yarashaveradi. Lekin keyin bilan birgalikda haydasangiz ham bo'ladigan variant degan ma'noda aytib qo'ymoqchiman. Sizga o'zingiz xohishingiz, qaysi biri sizga yoqqan bo'lsa, o'shani minasiz. Bundan keyingi mashinaga o'tamiz aka? O'tamiz. Bu E300 ni boya probegligini ko'rsatdim. Bu уже без пробег varianti. Masla. 25. Bu уже mana bunaqa spitsi diskali. Chiroyli variant. Hurmatli operator, keling bitta salonlarni ko'ramiz siz bilan. Yangi mashina har birimizga nasib qilsin. Qani. Voy, buni hidini-chi kelib bitta o'ziz anaqa hidini ko'rib ketishingiz kerak. Oldi o'rindilarda isitish, sovutish ko'rdim. Hop, hyper screen, super screen, ikkinchi qatorlari, katta panorama va bu kombinatsiyaga yarashgan narsa men ko'rib turibman bu diska. Mashinani boya ko'rganlarimiz bor edi-ku aka, bilmadim. Bu diska boshqa olam qilib qo'ygan-a. O'zgartirib, juda chiroyli qilib qo'ygan. Narxi 110 ming. Buni ham kelishtirib qilib beramiz. Kelishtiradigan joyi bor. Bez probeg E300. Shting 110 ming. Keyingisini ko'ramiz. Mercedes-Benz EQS 450. Boya oqlarni ko'rsatdimmi? O'shani SUV varianti. Qoriga qori. Buni ham ko'pincha ayol kishilar ham ko'ngliga tushgan mashina. Ko'ngliga tushgan-a, bu ham gap yo'q. Ammo bitta silab qo'ysangiz ochiladi-yu. Ja boshqacha chiroyli. Qani hurmatli operator, salonlarni bitta oling. Voy. Juda chiroyli yonda, o'rtada men ko'rdingizmi? Voy. Go'zal. Ikkinchi qatorni kengligini qarang buni. Sizni yana bir lol qoldiradigan deb bo'lmaydi-yu, maza qilib yuboradigan joyi mana qarang. Yog'ochda, yog'ochchi ichida temirlimi, qanaqadir alyuminli anaqa bor. Mercedes emblemasi bor. Juda go'zal, juda chiroyli. Xo'p, buni danlisi? Xo'p, 23-yil 30 ming yurgan. 23-30 ming yurgan. 98 ming deyapmiz. 98 ming. Kelishtiradigan joyi? Kelishtirib beramiz. Bor. Kelishtiradigan joyi bor. 98 ming. Ishting. Oldida ham Mercedes emblemalari. Shunaqa gap. Keyingisiga o'tamiz. O'zbeklarimizni ko'ynidan joy olgan BMW X7. Shunaqa, bu mashinamizda bugun keldi aka. 14 ming yurgan ekan. 14 ming. 19-20 bo'lsa kerak. Xullas, bu video chiqquncha narxlari chiqqan bo'ladi. Menimcha qiziqqanlar sirazi telefon qilsanglar, Mardon akam aloqaga chiqib javob beradilar. Buni kattaligini qarang. Voy, buni ranglarini qarang. Kombinatsiyani chiroyliligini qarang. Xo'p, GMC Denali. Bu o'zi yangichasi. 2025. Masla. Restyling masla. Buni zakazga olib keltirib berganmiz. Bu egasi bor o'zi. Egasi bor o'zi. Necha pulga olib kelib berdingiz shu mashinani, sir bo'lmasa? Xullas, yangi egalariga 145 mingga o'tdi. 145 mingga tushdi shu mashina. Gap yo'q. O'zi mana bu yerda kleyni anaqalari kirlari qolgandan ham bilsangiz bo'ladi maslaligini. Men bitta endi keling salonni ko'rsatmasam-chi, ertaga gapdayda qolib ketaman. Yangi salonni ko'ring, yangi monitorlarni ko'ring. Qarang buni go'zalligini. Salonning rangini qarang. Monitor juda ham katta bo'lib ketdi, Mardon aka. Ancha o'zgarish katta lekin. Gap yo'q lekin. Men paroklarni bitta chiqaman, qani. Bitta chiqay. Bismillah. Har birimizga shunaqa yangi avtomobillarni ota-onamizga hadya qilish, yaqinlarimizga sovg'a qilish, o'zimizga minib yurish nasib qilsin. Menga yoqdi. Ikkinchi qatorda katta planshet monitorlarigacha bor ekan, akustika bo'lsa ekan. Xudo xolasa
har birimizga nasib qilsin shunaqa katta avtomobillar. Bu 602 mi? Ha, 6.2. Gap yo'q. Ya xudo, nima bu? Qanaqa bodikit aka? Bu o'sha Mercedes 213 Brabus bodykit qilingan versiyasi. Aha. Bu E200 kichkina motor, no, shu egalari ustiga ishqovoz bo'lib mana shunaqa qildirtirganlar. Kraskasi? Toza. Salonlarni bitta ko'ring. 72 ming yurgan ekan. 72 ming yurgan. Go'zal. Hop, narxi 58 ming 58 ming. Kelishadigan joyi? bor. 55 ming qilib beramiz. Ishting 55 ming bor. Bu zikr sotilganmi? Bu sotilgan versiyasi. Ha, sotilgan. Anta ikkita tayyori turibdi. Telefon qilsangiz ikkita tayyori bor. Bitta 55 kilovatli, bitta 70 kilovatli. Vo, semyorkami? Bu nima? Bu Semyorka 740. Danilari qanaqa? 2019-yil 68 ming yurgan. Ochib yuboraman. 68 ming yurgan. Такой amerikanskiy tuning qilingan ham diskalarini Ha, o'sha. Aka mana mashinani bundoq ko'rdim-da, semyorkami bu deb prikol qildim-ku. Mana diskalarini ko'rdim-da. Qarang, diskalarini qarang, ajoyibligini. Semyorkada men ochig'i bunaqa olibda diska deydi-yu. Bunaqa narsa ko'rmaganmiz. Doim bilasiz-ku, semyorka bo'lgandan keyin u skromniy bo'lish kerak degan narsa bizda tug'ilib qolgan. Nu lekin amerikanskiga boshqa farqi yo'q. Ikkinchi qatorni ko'ring dedim buni. Eshigini qarang, uzunligini. Ha, buni qarang. Kattaligini 1.20 mi bu? Ikkinchi qatorda o'tirib olib, katta bola bo'ladigan mashina. Gap yo'q. Carbon Care. Hop, Mardon aka, buni narxi 70 ming. aha, Yana gaplashamiz. kelishadigan joyi bor. Bor. Ishting 70 ming. Hop, bunisi Bu Toyota Sequoia 2023-yil 39 ming yurgan. Bunaqa ranglardan juda ham kam. Bilasiz. Hop, narxi 95 ming kelishtirib qilib beramiz. 95 ming. Ishting Lisan Bu L9 hop, Ultra broneplyonkadan endi chiqdi. aha, Rusifikatsiya va lobattarlari hammasi bor. Telefon qilishsan kelishtirib qilib beramiz narxini. Bor. Hozir juda ham ko'pda, hozir hamma yoqda har xil narxlar bo'lib yotibdi. ha, Uni gaplashib olamiz. kelishib, ha. Mabodo telefon qilasiz, L9 bormi, L8 bormi, L7 bormi? Mardon aka o'zlari chiroyli narxda qilib beradilar. Shunaqa. Arablarni eng yaxshi ko'rgan avtomobillardan bittasi. Nissan Patrol. Danilari qanaqa buni? Hop, bu endi keldi, aka bu mashina. O'zim ham hozir siz bilan birgalikda ko'ryapman mashinani. Yo'q. Ha, hali ko'rmadim. Biz paka video kunimizcha уже olib kirib qo'yishdi. Ha. Video olgunimizcha olib kirishdi buni. Shunaqa. Ha, значит, videoni qo'ygunimizcha buni ham narx chiqqan bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bemalol. Mana kuzovida 20-yil 4-oy Ha, ekan. 20-yil ekan. Probegi 88.889. Mana qarang probegini. Bir ko'payib ketib qolibdi-da, borib bo'lmasam hammasi 8 bo'lib turgan ekan. Niyat qilganlar videoni boshidan bitta like qizartirib qo'yasiz. Mana qarang. Xrustalni yonishini ko'ryapsizmi? Bunichi hozir sizga zo'r qilib ko'rsataman yana bitta. Qale. Go'zalmi? Uni yonishini qarang. Agarda shu mashinadan niyat qilgan bo'lsangiz, o'zimga yoki otamga yoki yaqinlarimga deb niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yasiz, kommentariyaga yozib keting. Hammamizga nasib qilsin. Mardon aka, bu hozir protsessda bo'lsa kerak, mana syomkada. Shunaqa. Obzori ketyapti. Shunaqa. Ketdi unda. Bu mashina haqida informatsiya berasizmi? Da, bu GLS 63 2025. Bundan adashmasam juda ham kam. U larti obveslarida shu. Gap yo'q. Bu obvesi o'zi ham palon pul turadi shekilli. Shunaqa. Uni ham unda xolisa obzorini qilib o'tamiz. Bu ham endi keldi. Salonlari juda chiroyli ekan. Diskasiga ham ahamiyat berib qo'ying bitta. Voy, mana buni qarang, yonishini qarang salonni. Ichida yakka bo'lib o'tirasiz deydi odam. Gap yo'q. Hop, qancha yurgan yili? Без пробег. Ha, yangi. 25-yil. Diskalarga e'tibor berasiz. Ajoyib. Palon pulli diskalar. Shunaqa aka. Hop, narxi
narxi hali chiqmadi, endi chiqadi, aka. Mashinani narxi hozircha yo'q. Shu har doimgidek telefon raqamini qoldirganmiz. Aloqaga chiqaverasiz. Narxi chiqqan bo'ladi, menimcha, o'sha video qo'yilganda. Ertaga o'zi chiqadi. O, Sprinter bu nima bu? Sprinter VIP 6 o'rindiqli, biznes qilingan. Xo'p, buni narxi 170 ming. Kelishtirib qilib beramiz. Oldingi obzorda ham bor edi, adashmasam bu mashina. Anchadan sotilmayapti bu. Shunaqa. Buni O'zini o'zini narxini tushirib, ha. Buni o'zining ishqibozlari bo'ladi. Ishqibozlari chiqquncha 6 ta o'rindiqli VIP. Menimcha uzoq safarlarga yaxshi yechim bo'lsa kerak. Xo'p, 300 ga o'tamiz bunda, do'lam. 300 kamizdan narxi 75 ming, 74 ming qilib beramiz. Bu 2021 3.5 turbo. 3.5 turbo. Kraskalari top toza. Zo'r, 74 ming. Shting. Keyingisi yana bitta 300 ga. Keyingisi, xo'p, bu уже yangichasi 2025. Bu gibrid motordagi. Ha, bu yangi chiqqan aytgancha gibrid motorlisidan, bu. Necha motor bunda? 3.5 turbo gibrid. 3.5 turbo gibrid. O'shanda bu Toyota Sequoia'ni motoriga o'shan bilan Yaqinroq. shunaqa menimcha. Bilganlar kommentariyga yozib ketasiz. Men hali xabarim yo'q edi. 300 da gibrid motor chiqayotganda yaqinda bir 2 kunmi 3 kun oldin eshitdim. Gibrid chiqayotganini. Narxi nech pul buni? 138 ming. 138 ming yangi mashina. Yangi mashina. Zo'r. Nissan Patrol bu ham yangi ekan-a? Bu ham yangi. Bu ham garantiyada. Xo'p, bu mashinamizda 3.5 turbo. Bundan ikkita edi. Bittasi sotildi, mana yana bittasi qoldi. Buni narxi 130 ming. 130 ming. Bu ham masla mashina. Masla. Ikkalasi ham yangi mashina ekan. Xo'p, bundan keyingisi BMW X5 M Competition. Bilasiz, u motori juda ham mo'shniy. Xo'p, sidenlarni ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Sidenlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Keling, hurmatli operator, ham o'rinlarni bitta ko'ring. Mana belizni ham quchoqlaydi, yelkangizni ham quchoqlab oladi. Bitta e'tibor bering mana shu joylariga. Probegi qancha dedingiz? 7 ming. 24-yil mashina. Ikkinchi qatorlari. Çok go'zal. Ama diskalariga ham e'tibor berib qo'yasiz. Juda ham chiroyli, oporniylar ham katta plus perforatsiyali. X5 M Competition. Gap yo'q. Xo'p, narxi aka 188 ming bu. 188 ming. Kelishtiradigan joyi Bor. Gaplashamiz. zo'r. Xo'p, bu X5 X-Drive 40i. X-Drive Ham yangi. Shunaqa. Masla mashina. Masla mashina. 25 bu ham. 25. Zo'r. Bu уже kuzovi 26 уже. T seriyasida T seriyada chiqqan. Buni narxi 152 ming. 152 ming. Shting. Xo'p, salondagi eng oxirgi mashina bilan tanishamiz sizlar bilan. Eng oxirgi mashinamizni nomi ham finalniy. Ha. Finalniy mashinada salonimizda finalniy Mercedes-Benz W222 S65. S65. Dunyoda 130 ta chiqqan. V12 bu, ha? Ha, V12 primoy muzeydan sotib olingan bu. Gap yo'q. 130 dan bu birinchisi. A 130 tadan Birinchisi. Final edition. o gap yo'q. Qoyilman. 130 tadan birinchisi qali. Qoyilmisiz? Ikkinchi qatorini ko'ring buni. VIP. Menimcha bu O'zbekistonda bir dona. Shunaqa. Gap yo'q. Mana AMG'ni emblemalarini ko'rasizmi? Filtrbach. Gap yo'q. Diskani ham rangi boshqacha, yondiylarni rangi boshqacha. Mo'ga yana turaversa, bu naborot narxi oshadi. Narxi oshadigan mashina, to'ppa-to'g'ri, ha, narxi oshadigan mashina. Narxi Xo'p. Narxi aka 400 ming. 400 ming. O'xti. Finalniy narx bo'ldi, lekin gap yo'q. Kelaverasiz, agarda kelishadigan joyi bir yaxshi bir narxla qilib berish kerak bo'lsa, Mardon akam o'zlariga uchrashadi. Undan tashqari juda ham ko'p bolalar bor. Bemalol uchrashib, narx-navolarni ko'rib, gaplashib, o'zingizga ma'qulini, menimcha, xudo xolasa, mana shu yerdan olib ketasiz. Mardon aka,
Vaqt ajratganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Arzon Baraka aka. toping. Vaqt ajratganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasiz. Bizani o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi lokatsiyamiz qat bo'lsin. Kommentariyaga yozib keting, dadam.